Halka meni sizlar xudo xolasa 2 xonali kvartira qo'yib beraman. Shifaqolovkadan chiqib turibdi. Subsidiyaga 12 million so'm pul bilan Urgan City'da 5-etajda birdan maktab, bog'cha korpusdan tushdingiz bor. Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Klinika ham bor, birda universitet nima deydi? O'qishlarning filiali ham keldi bu yerlara. Sizlar obzor etib beraman xudo xolasa. Eng glavniysi birda gazimiz bor. Lekin sharti bor, barjakimmi? Podpiska bo'lgan bo'lishlari shart, kommentariy yozgan bo'lishlari shart, do'stlarga jo'natgan bo'lishlari shart. Xorazmiy joy kvartiraga obuna bo'lgan bo'lishlari shart. Endi sizlarga xudo xolasa shart deb ko'p aytib berdim, obzor etib beraman. Girish qismimiz bera переходga qo'ysangiz bo'ladi. Bera rakovina qo'ysangiz bo'ladi. Shifaqolovkaning ustidan obuna bersangiz ham bo'ladi. Bera bir ozgina ishi bor o'zi. Birda gazimiz bor, birda suvimiz bor. Yana ko'rib turibsizlar, suvni sho'chga kelib turibdi. Berimiz oshxonamiz. Yana gaz. Balkoni ham bor. Qana o'tamiz. Sizga bir gap aytaymi, endi aqlga yetmasdan shuni bir yomon tasasizlar-ku. G'olon dosha bergandan keyin, lyustram qo'yib bergandan keyin natujniy patolog bilan yomon yaldirab turadi. Xolos hozir ibera mening kishiga lampochka qo'yib turibdilar-ku, qo'shiray. Ashundan qo'yib bersangizlar dim o'ldiradi. Endi bir xonasini ko'rsataman sizlarga xudo xolasa. Beramiz bir xonamiz, kattagina ko'rib turibsizlar yana. 62 kvadrat bir, pulam zo'r bahada. Gazoblok ham zo'r, Navoiyniki. To'g'ri. Ha? Buni shunda to'g'ri mikrokassadan shu yaningizga ko'rsataman shunda. Qaqib tutadi, shunda osilib ko'rasizlar. Berimiz zalimiz. Yana kattagina zalimiz. Sizlar xudo xolasa shunday bir variantlarni xudo xolasa yaratib beraman, lekin yozib qoldiringlar. Men uchun muhim sizlarning fikrlaringiz. Menga shunday ne kerak, joy kerak, plandan plan kerak, planning standing joy kerak, arzarak, bir yarim nima deydi? 2 etajmi, 1 etajmi? Pul arzarak bo'lsinmi, remontdan chiqqan bo'lsinmi, remontdan chiqmagan bo'lsinmi? Shu sizlarga qarab xudo xolasa men bu shaharda dakansa xudo xolasa shu shaharda yurayman, sizlarga joy topib berishga harakat etib topib beraman inshaalloh. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Hammangiz niyatingizga yeting, niyat qildik. To'ylar bo'lsin, tomosha bo'lsin. Joy olgandan keyin yuzib berdavom bo'lsin, mashina olib tashanglar, to'ylar olib tashanglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Nomerlarni pastga qo'ydim, 87lik 607 87 87. Xudo xolasa shu nomer passiyanni ishida endi. Aloqaga chiqaverasiz.